Agar telefoningizda begona ilova, masofadan boshqarish dasturi yoki siz tushunmagan ruxsatlarga ega dastur bo'lsa, pensiya kartangizdagi pul bir necha daqiqada yechib olinishi mumkin. Bu gap faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlari, nabiralari va qarindoshlariga ham tegishli. Chunki firibgarlar ko'pincha aynan yoshi katta insonlarning telefonini nishonga oladi. Pensiyangiz oshdi, bank kartangiz blok bo'ladi. Davlatdan yordam puli chiqdi. Telefoningizni tekshirib beramiz deb aldashadi. Men bugun sizga telefoningizda qaysi narsalar bo'lsa xavfli ekanini, nima uchun pensiya pulingiz yo'qolib qolishi mumkinligini, qaysi holatda xavotirlanish kerakligini va aniq nima qilish kerakligini batafsil tushuntiraman. Bu ma'lumotni oxirigacha eshiting, chunki bitta noto'g'ri bosilgan tugma, bitta aytilgan SMS kod yoki bitta o'rnatilgan ilova butun oylik pensiyangizni olib ketishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu ma'lumotni yaqinlaringizga yuborishni unutmang. Oldin pensiya asosan naqd pul ko'rinishida berilar edi yoki pensioner bankka, pochta bo'limiga borib pulini olar edi. Bunday paytda xavf bor edi, lekin firibgarning pulga yetib borishi qiyinroq edi. U odamning yoniga kelishi, aldashi, hujjatini ko'rishi yoki bevosita naqd pulni qo'lga kiritishi kerak edi. Hozir vaziyat o'zgardi. Pensiya ko'p hollarda bank kartasiga tushadi. Bank kartasi esa telefon raqamiga bog'langan, telefon raqamiga SMS kod keladi. Telefoningizda bank ilovasi bo'lsa, pul o'tkazish, karta ma'lumotini ko'rish, onlayn to'lov qilish imkoniyati bor. Demak, bugungi kunda firibgar uchun eng muhim narsa sizning cho'ntagingizdagi naqd pul emas, telefoningizdagi kirish imkoniyatidir. Men shuni alohida aytaman. Davlat organi yoki bank sizning pensiyangizni shunchaki telefoningizda biror oddiy narsa borligi uchun olib qo'ymaydi. Pensiyani to'xtatish yoki ushlab qolish faqat qonuniy asoslar bilan bo'ladi. Masalan, hujjatdagi muammo, noto'g'ri ma'lumot, qarzdorlik bo'yicha sud ijrosi, pensiya oluvchining yashash holatini tasdiqlash kerakligi kabi vaziyatlar. Lekin amaliy hayotda odamlar pensiyamni olib qo'yishdi deb aytadigan holatlarning ko'pi aslida firibgarlar karta pulini yechib olgandan keyin paydo bo'ladi. Shuning uchun bugungi mavzu telefon xavfsizligi haqida. Eng birinchi xavfli narsa bu masofadan boshqarish ilovalari. Masalan, AnyDesk, TeamViewer, RustDesk, AirDroid, Remote Control, QuickSpot kabi dasturlar. Bu ilovalar o'z-o'zidan yomon emas. Ular kompyuter ustalari, texnik yordam xodimlari yoki ishxonadagi mutaxassislar uchun kerak bo'lishi mumkin. Lekin pensionerning telefonida bunday ilova nima uchun turibdi? Agar uni o'zingiz o'rnatmagan bo'lsangiz, kimdir telefoningizni masofadan ko'rishi, bosishi, bank ilovasiga kirishi va SMS kodni ko'rib olishi mumkin. Masalan, Toshkentda yashovchi 6-8 yoshli ayolga kimdir qo'ng'iroq qilib, sizga qo'shimcha pensiya puli chiqdi. Arizani telefon orqali rasmiylashtirib beramiz deydi. Keyin mana shu ilovani o'rnating, men sizga yordam beraman deb AnyDesk yoki shunga o'xshash dastur o'rnatishga majbur qiladi. Ayol ekrandagi kodni aytadi. Firibgar telefon ekranini ko'ra boshlaydi. Keyin bank ilovasiga kirishni so'raydi yoki tasdiqlash kodi keldi. Ayting deydi. Natijada 1.2 million so'm pensiya tushgan karta 10 daqiqada bo'shab qoladi. Ikkinchi xavfli narsa bu Play Market yoki App Store'dan emas, Telegram brauzer yoki noma'lum saytdan yuklab olingan APK fayllar. Android telefonlarda noma'lum manbalardan o'rnatish degan ruxsat bor. Firibgarlar pensiya tekshirish, yordam puli olish, bank kartani yangilash, subsidiyani rasmiylashtirish degan nomlar bilan soxta ilovalar tarqatadi. Ilova o'rnatilgandan keyin u SMS'larni o'qish, kontaktlarni ko'rish, ekranni yozib olish, bildirishnomalarni ko'rish kabi ruxsatlarni so'raydi. Odam esa o'qimasdan ruxsat berish tugmasini bosadi. Uchinchi xavfli narsa bu bank kartangiz rasmlari va SMS kodlarining telefon ichida saqlanib turishi. Ko'pchilik karta oldi va orqa tomonni suratga olib qo'yadi. Ba'zan pasport, ID karta, plastik karta, PIN kod yozilgan qog'oz ham galereyada turadi. Agar telefoningizga virus tushsa yoki kimdir telefoningizni qo'lga olsa, bu ma'lumotlar yetarli bo'lishi mumkin. Ayniqsa karta raqami, amal qilish muddati va orqa tarafdagi 3 xonali kod bir joyda bo'lsa, xavf juda katta. 4-xavfli narsa bu telefon raqamingiz nomingizda emasligi. Juda ko'p pensionerlarning sim kartasi o'g'li, qizi, nevarasi yoki butunlay boshqa odam nomida bo'ladi. Bank kartasi esa shu raqamga ulangan. Agar raqam yo'qolsa, sim karta qayta chiqarilsa yoki raqam egasi uni boshqa odamga bersa, SMS kodlar sizga emas,
boshqa odamga borishi mumkin. Bu esa bank hisobingizga kirish xavfini oshiradi. Agar telefoningizda bank ilovasi bo'lsa, pensiya kartangiz shu telefonga ulangan bo'lsa va siz SMS kodlarini shu telefonda olsangiz, albatta hushyor bo'lishingiz kerak. Bu faqat katta yoshdagilar uchun emas. Ba'zi farzandlar ota-onasining kartasini o'z telefonidagi bank ilovasiga ulab qo'yadi. Maqsad yaxshi kommunal to'lovlarni to'lash, dori-darmon uchun pul o'tkazish, bozorlik qilish. Lekin agar o'sha farzandning telefoni himoyasiz bo'lsa, ota-onaning pensiya puli ham xavfga tushadi. Agar sizga oxirgi paytlarda noma'lum raqamlar ko'p qo'ng'iroq qilayotgan bo'lsa, bankdanman, pensiya jamg'armasidanman, soliqdanman, mahalladanman, operator bo'limidanman deb SMS kod so'ragan bo'lsa, bu jiddiy signal. Hech qaysi haqiqiy bank xodimi sizdan SMS kodni so'ramaydi. Hech qaysi haqiqiy davlat xodimi telefon orqali karta raqamingizni, kodni, ilovadagi parolni ayting demaydi. Agar telefoningiz sekinlashib qolgan bo'lsa, o'zi reklama ochsa, siz bosmagan ilovalar paydo bo'lsa, batareyasi tez tugasa, SMSlar kelib turib darhol yo'qolsa yoki bankdan siz qilmagan operatsiya haqida xabar kelsa, darhol tekshirish kerak. Bu belgilar har doim virus degani emas, lekin e'tiborsiz qoldirish mumkin emas. Agar siz faqat oddiy tugmali telefondan foydalansangiz, bank ilovasi yo'q bo'lsa, SMS kodni hech kimga aytmasangiz va kartangiz ma'lumotlarini telefonda saqlamasangiz, xavf ancha past. Lekin bu umuman xavf yo'q degani emas. Chunki firibgarlar oddiy telefon egalariga ham qo'ng'iroq qilib, SMS kodni ayttirib olishi mumkin. Agar smartfoningizda faqat rasmiy Play Market yoki App Store'dan o'rnatilgan ilovalar bo'lsa, telefon yangilanib tursa, ekran paroli kuchli bo'lsa, bank ilovalariga alohida parol qo'yilgan bo'lsa va siz hech qachon begonalarga kod aytmasangiz, xavfsizlik darajangiz yaxshi. Lekin men baribir o'yga kamida bir marta ilovalar ro'yxatini tekshirib chiqishni tavsiya qilaman. Birinchi misol, pensionerga qo'ng'iroq keladi. Sizning pensiya kartangiz eski tizimda qolib ketgan. Yangilamasangiz pensiya tushmaydi. Bu gap odamni qo'rqitadi. Keyin firibgar telefoningizga kelgan kodni ayting, tizimga kiritaman deydi. Kod aslida bank ilovasiga kirish yoki karta ulash kodi bo'ladi. Pensioner kodni aytadi. 2 daqiqadan keyin kartadan 900 ming so'm boshqa kartaga o'tib ketadi. Pensioner bankka borganda esa bank aytadi. Operatsiya SMS kod bilan tasdiqlangan. Ikkinchi misol. Bir odam Telegramda pensionerlarga 6,5 ming so'm moddiy yordam degan havolani ko'radi. Havolaga kiradi, pasport ma'lumotini, karta raqamini yozadi. Keyin tasdiqlash uchun bankdan kelgan kodni kiriting degan o'yina chiqadi. Odam buni yordam pulini olish uchun kerak deb o'ylaydi. Aslida bu kod karta orqali pul yechish uchun ishlatiladi. Natijada yordam puli kelmaydi. Aksincha mavjud pensiya puli ketadi. Uchinchi misol. Nabira bobosining telefoniga o'yin o'rnatadi. O'yin rasmiy do'kondan emas, noma'lum saytdan yuklangan. Ilova SMSlarni o'qishga ruxsat oladi. Bobo keyingi oy pensiya tushganda bankdan kelgan SMSni ko'rmaydi. Lekin pul kartadan ketgan bo'ladi. Bu yerda bobo firibgar bilan gaplashmagan bo'lishi ham mumkin. Muammo telefonga o'rnatilgan zararli dasturda bo'ladi. 4-misol. Ayol pensiyasini qizning telefonidagi bank ilovasi orqali nazorat qiladi. Qizining telefoni doimiy ravishda bolalar qo'lida, parol oddiy 1111, Telegramda esa ko'p havolalar ochiladi. Bir kuni firibgar qizining akkauntiga kirib, kontaktlarga tezda pul kerak degan xabar yuboradi va bank ma'lumotlarini qo'lga kiritadi. Natijada onaning pensiya kartasi ham xavf ostida qoladi. Demak, telefon meniki emas. Farzandimniki degan holatda ham ehtiyot bo'lish kerak. Endi muhim masalani aniq ajratib olaylik. Pensiya puling yo'qolishi har doim firibgarlik bo'lmasligi mumkin. Ba'zi hollarda qonuniy ushlab qolish bo'ladi. Masalan, aliment, kredit bo'yicha sud qarori, kommunal qarzdorlik bo'yicha ijro hujjati yoki boshqa majburiyatlar bo'lsa, ma'lum miqdor ushlab qolinishi mumkin. Bunda pul shunchaki telefon sababli ketmaydi, balki tegishli hujjat asosida ushlab qolinadi. Agar kartangizga pensiya odatdagidan kam tushsa, birinchi navbatda bankdan hisob varaq ko'chirmasini oling. Unda pul qayerga ketgani ko'rinadi. Agar ijro, undirish, qarzdorlik kabi yozuvlar bo'lsa, majburiy ijro byurosi yoki tegishli tashkilotdan hujjat asosini so'raysiz. Agar PIP o'tkazma, onlayn to'lov, internet xarid kabi yozuvlar bo'lsa va buni siz qilmagan bo'lsangiz, bu firibgarlik bo'lishi mumkin. Pensiya to'xtashi bilan karta pulining o'g'irlanishini aralashtirmaslik kerak. Pensiya to'xtasa,
odatda sabab hujjat, yashash joyi qayta hisoblash, tasdiqlash yoki boshqa ma'muriy jarayon bo'ladi. Karta bo'shab qolsa, sabab ko'pincha bank operatsiyasi, kod ilova yoki telefon xavfsizligi bilan bog'liq bo'ladi. Eng katta xatolardan biri menda pul ko'p emas, firibgarlar menga tegmaydi deb o'ylash. Firibgar uchun 500 ming so'm ham pul. U bitta odamdan 500 ming, ikkinchisidan 1 million, uchinchisidan 700 ming olsa, bir kunda katta summa yig'adi. Shuning uchun pensiya miqdori kichik bo'lsa ham xavf haqiqiy. Ikkinchi xato. Men kodni faqat bank xodimiga aytdim deb ishonish. Telefon qilgan odam o'zini kim deb tanishtirishi muhim emas. Muhimi u sizdan nimani so'rayapti. Agar u SMS, kod, karta orqa tomondagi kod, ilova paroli, pasport rasmi yoki ekranni ulashishni so'rasa, bu xavf belgisi. Uchinchi xato, ilovani o'chirib tashlasam bo'ldi deb o'ylash. Ba'zi zararli ilovalar ruxsatlarini qoldirishi, boshqa nom bilan yashirilishi yoki bildirishnomalarni kuzatishi mumkin. Shuning uchun shubhali holatdan keyin faqat ilovani o'chirish emas, bank parollarini almashtirish. Kartani vaqtincha bloklash va telefonni tekshirtirish ham kerak. To'rtinchi xato, bank kartasining PIN kodini telefon kontaktlariga yoki eslatmaga yozib qo'yish. Ba'zi odamlar pensiya karta PIN 1234 deb yozib qo'yadi. Telefon yo'qolsa, bunday yozuv firibgar uchun tayyorgarlik bo'ladi. PIN kodni hech qayerga yozmang. Agar yozish majbur bo'lsangiz, uni karta yoki bank nomi bilan bog'lamang, lekin eng to'g'risi yodlab olish. Endi amaliy qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, telefoningizdagi ilovalar ro'yxatini oching. Android telefonlarda sozlamalar, keyin ilovalar bo'limiga kirasiz. iPhone'da settings, keyin pastga tushib ilovalarni ko'rasiz. Siz tanimaydigan, o'zingiz o'rnatmagan, nomi g'alati bo'lgan ilovalarni yozib oling. Ayniqsa masofadan boshqarish, screen sharing, cleaner, booster, VPN, bonus pensiya, yordam puli, bank update degan nomlarga e'tibor bering. Ikkinchi qadam, ruxsatlarni tekshiring. Ilova SMS o'qishga, kontaktlarga, kameraga, mikrofon, bildirishnoma va ekranni yozishga ruxsat olganmi? Qarang. Oddiy chiroq ilovasiga SMS o'qish nima uchun kerak? Oddiy kalkulyatorga kontaktlar nima uchun kerak? Agar ilova vazifasiga mos bo'lmagan ruxsat so'ragan bo'lsa, bu xavfli. Uchinchi qadam, noma'lum ilovalarni o'rnatish, ruxsatini o'chiring. Android telefonlarda bu sozlama xavfsizlik bo'limida bo'ladi. Browser, Telegram, fayl menejer yoki boshqa ilovalarga noma'lum manbadan dastur o'rnatishga ruxsat berilgan bo'lsa, uni o'chirib qo'ying. Bu juda muhim. Chunki ko'p zararli dasturlar aynan Telegram yoki browser orqali kiradi. To'rtinchi qadam, bank ilovasini ochib, oxirgi operatsiyalarni tekshiring. Siz qilmagan pul o'tkazmalari, telefon to'lovlari, internet xaridlar, noma'lum kartalarga o'tkazmalar bormi? Qarang. Agar bittagina shubhali operatsiya bo'lsa ham, bankka darhol qo'ng'iroq qiling. Kartani vaqtincha bloklashni so'rang. Keyin qarayman demang. Chunki firibgar birinchi kichik summani sinab ko'rib, keyin katta summani yechishi mumkin. 5-qadam, SMS va Telegram xabarlarini tekshiring. Kodingiz, tasdiqlash, login, parol tiklash, yangi qurilma ulandi degan xabarlar bo'lsa, ularni e'tiborsiz qoldirmang. Agar siz hech narsa qilmagan paytda bunday xabar kelgan bo'lsa, kimdir hisobingizga kirishga urinayotgan bo'lishi mumkin. 6-qadam. Telefon ekraniga parol qo'ying. Parol lingin, biribik, tug'ilgan yil yoki telefon raqamining oxiri bo'lmasin. Kamida 6 xonali kod qo'ying. Imkon bo'lsa barmoq izi yoki yuz orqali ochishni yoqing. Bank ilovasiga alohida parol qo'ying. Telefonni bolalarga yoki begonalarga parolsiz bermang. Agar telefoningizda AnyDesk, TeamViewer, RusDesk yoki shunga o'xshash ilova borligini ko'rsangiz va uni nima uchun o'rnatganingizni bilmasangiz, avvalo internetni o'chirib qo'ying. Wi-Fi va mobil internetni uzing, keyin ilovani o'chiring. Shundan so'ng bankka qo'ng'iroq qilib, kartani vaqtincha bloklashni so'rang. Keyin bank ilovasi parolini almashtiring. Agar imkon bo'lsa, boshqa ishonchli telefondan bankka kiring. Agar telefoningizda soxta pensiya, yordam puli, bank yangilash ilovasi bo'lsa, uni ham o'chiring. Lekin o'chirishdan oldin ilova nomini, belgisini va imkon bo'lsa skrinshotini saqlab qo'ying. Bu keyinchalik bank yoki huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilishda foydali bo'lishi mumkin. Ammo skrinshot olayotganda karta ma'lumotlarini boshqalarga yubormang. Agar pul allaqachon yechilgan bo'lsa, birinchi ish bankka qo'ng'iroq qilish. Bank raqamini internetdagi noma'lum reklama yoki Telegramdan emas, kartangiz orqasida
yozilgan rasmiy raqamdan yoki bankning rasmiy saytidan oling. Operatorga men qilmagan operatsiya bo'ldi. Kartani bloklang, murojaat ro'yxatga olinsin deb aniq ayting. Murojaat raqamini yozib oling. Ikkinchi ichki ishlar organlariga ariza berish. Arizada qachon qo'ng'iroq bo'lganini, qaysi raqamdan kelganini, qanday ilova o'rnatilganini, qancha pul ketganini, bank operatsiyasi vaqtini yozing. Bankdan hisob varaq ko'chirmasini oling va ilova qiling. Agar SMS, Telegram yozishmalari, havolalar, telefon raqamlari bo'lsa, ularni ham saqlang. Uchinchi ish telefonni tozalash. Eng ishonchli yo'l bu muhim rasmlar va kontaktlarni saqlab, telefonni zavod sozlamalariga qaytarish. Lekin buni qilishdan oldin bank, Telegram, Google yoki Apple akkauntlaringiz parollarini ishonchli qurilmadan almashtiring. Aks holda zararli dastur parol almashtirish jarayonini ham kuzatishi mumkin. Agar pensiya pulingiz kamaygan yoki yo'qolgan bo'lsa, quyidagilarni tayyorlab qo'ying. Pasport yoki ID karta, pensiya kartasi, bankdan hisob varaqqa ko'chirmasi, SMS xabarlar skrinshoti, shubhali qo'ng'iroq raqami, Telegram yoki boshqa messenjer yozishmalari. O'rnatilgan shubhali ilova nomi, pul yechilgan sana va vaqt. Bu ma'lumotlar qancha aniq bo'lsa, murojaat shuncha jiddiy ko'rib chiqiladi. Bankka murojaatda pulim yo'qoldi deb umumiy gapirishdan ko'ra aniq yozing. Faloni sanada, falon vaqtda, falon summada men amalga oshirmagan operatsiya bo'lgan. Kartamni bloklashni, operatsiyani tekshirishni va yozma javob berishni so'rayman. Agar bank bo'limiga borsangiz, murojaatingiz ro'yxatga olinganini tasdiqlovchi raqam yoki nusxani so'rang. Pensiya bo'yicha shubha bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki tegishli davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Menga qancha pensiya hisoblangan, qancha to'langan, ushlab qolish bo'lganmi bo'lsa, qaysi asosda deb so'rang. Agar ushlab qolish sud ijrosi bo'yicha bo'lsa, ijro hujjati nusxasini so'rashga haqlisiz. Men har bir farzand va nabiraga shuni tavsiya qilaman. Ota-onangizning telefonini o'yiga bir marta tekshirib bering, lekin ularni qo'ymang. Siz hech narsani bilmaysiz demang. Firibgarlar juda ustamon yoshlarni ham aldaydi. Yaxshisi oddiy qilib tushuntiring, onajon, otajon. SMS kodni hech kimga aytmaysiz. Bankman desa ham aytmaysiz. Pensiya oshadi desa ham aytmaysiz. Ilova o'rnatmaysiz. Avval menga qo'ng'iroq qilasiz. Yoshi katta insonlar uchun alohida qo'ydani yozib, telefon yoniga qo'yish mumkin. Kod aytilmaydi. Karta rasmiy yuborilmaydi. Havola bosilmaydi. Begona ilova o'rnatilmaydi. Shubha bo'lsa, farzandga yoki bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qilinadi. Bu oddiy qog'oz ko'p pulni saqlab qolishi mumkin. Agar pensioner mustaqil yashasa, bank kartasiga kunlik limit qo'yish ham foydali. Masalan, bir kunda 200 ming yoki 300 ming so'mdan ortiq onlayn o'tkazma bo'lmasin. Katta summa kerak bo'lsa, limitni vaqtincha o'zgartirish mumkin. Bu firibgar butun pensiyani bir urinishda yechib olishining oldini oladi. Yana bir yaxshi usul, bank SMS xabarnomalarini yoqib qo'yish. Har bir pul kirimi va chiqimi haqida xabar kelsin. Agar biror shubhali operatsiya bo'lsa, darhol bilinadi. Ba'zi odamlar SMS xabarnoma uchun kichik to'lovni tejaydi, lekin keyin millionlab so'm yo'qotadi. Xavfsizlik uchun bu xizmat foydali. Firibgarlar odatda odamni qo'rqitadi yoki shoshiltiradi. Hozir aytmasangiz kartangiz blok bo'ladi. Bugun oxirgi kun. Pensiyangiz to'xtaydi. Sizning nomingizga kredit olinmoqda. Operator kutyapti. Tizim yopiladi degan gaplar shoshiltirish uchun ishlatiladi. Haqiqiy tashkilot sizni bunday vahimaga solib kod so'ramaydi. Yana ular ishonch uyg'otish uchun rasmiy so'zlardan foydalanadi. Verifikatsiya, identifikatsiya, pensiya bazasi, markaziy server xavfsizlik bo'limi, plastik karta monitoringi. Oddiy odam bu so'zlarni eshitib, rostdan ham rasmiy xodim deb o'ylashi mumkin. Men ekspert sifatida aytaman, so'zlar chiroyli bo'lgani bilan talab xavfli bo'lsa, bu firibgarlik belgisi. Eng muhim qoida shuki, kod sizniki, parol sizniki, karta ma'lumoti sizniki. Uni boshqa odamga aytganingizdan keyin bank ham ko'p holatda operatsiyani siz tasdiqlagan deb ko'radi. Shuning uchun oldini olish eng kuchli himoya. Bugun aytganlarimning mohiyati bitta. Telefoningiz endi oddiy aloqa vositasi emas, u pensiya kartangizning kalitiga aylangan. Agar telefoningizda masofadan boshqarish ilovasi, noma'lum APK, shubhali ruxsatlarga ega dastur, karta rasmlari yoki SMS kodlarni ko'radigan zararli ilova bo'lsa, pensiya pulingiz xavf ostida qoladi. Hozir videoni tugatgandan keyin telefoningizni tekshiring. Ilovalar ro'yxatini ko'ring, noma'lum dasturlarni o'chiring. Bank operatsiyalarini tekshiring.
Parollarni yangilang, kartaga limit qo'ying va eng muhimi SMS kodni hech kimga aytmang. Ota-onangiz, buvingiz, bobongiz, qo'shningiz yoki tanishingiz pensioner bo'lsa, ularga bu qoidalarni albatta tushuntiring. Sizda shunga o'xshash holat bo'lganmi? Kimdir pensiyangiz to'xtaydi deb qo'ng'iroq qilganmi? Fikringizni izohlarda yozing, boshqalar ham ogoh bo'lsin. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta ogohlantirish bir insonning butun pensiyasini saqlab qolishi mumkin.